Bitta reklama narxingizni ayting, hajab. Voy, bitta reklama narximiz Mo'min aka asosiy kuchini ijtimoiy tarmoqlarga sarflayotgan ijodkor sifatida Instagram yo'qolib qolishidan qo'rqasizmi? yo'q, endi Instagram yo'qolib qolishdan qo'rqmaymiz. Sababi ijodkor odam hech qachon nima desam bo'ladi, bitta narsaga bog'lanib qolmaydi. Uni yo'nalishlari ko'p bo'ladi va biz faqat Instagramga bog'lanib qolmaganmiz. Endi o'zimizning ham alohida ishlarimiz bor. Shuning uchun meni qo'rqitmaydi bu narsa. Agar o'zingiz muxlis bo'lganingizda Mo'minga muxlislik qilarmidingiz? Da, albatta qilgan bo'lardim. Hozir ham men o'zimga muxlisman. To'g'risini aytsam, men o'zim videolarimni deb tomosha qilaman. Misol uchun, Agar 5 yil oldingi Mo'minni ko'rganingizda unga nima maslahat bergan hech bo'lardingiz? narsa, to'g'ri yo'lda ketayotsan, yaxshi bo'ladi hammasi, zo'r ketayotsan. Hammasi joyida. Hozirgi kunda Instagram tarmog'idan qancha daromad qilasiz bir oylik? Aytmaylik, barakasi uchadi-yu. Bitta reklama narxingizni ayting, hajab. Voy, bitta reklama narximiz 6,5 ming. Lekin buni hammasi ham hammamizga ketmaydi. Buni ham o'ziga yarasha 2 ming, 2,5 mingga yaqin rasxoti bo'ladi. O'zbekistondagi siz uchun 3 ta top bloger. Ulug'beklar yaxshi, Mittimi jamoasi. Mittimi, Boburlar yaxshi va Muhammadali Mahmudxon.